o'limni osoni bo'lmaydi. Bizni ko'zimizga oson ko'rinishi mumkin. Uyqudagi o'limchi. Bu ham farqi yo'q. Jon berayotgan paytida uni holatiga qaraydi. Endi oxiratga iymoni yo'q odam bo'lsa, u achchiq o'lim tortadi. Achchiq yomon tortadi. Chunki farishtalar uni urib jonini oladi degan oyat bor. Urib yuzlariga urib jonlarini oladi. Mana keldi vaqt, mana keldi. Senga shuncha ogohlantirish bo'ldi. Tavba qilmading deb uradi. Endi mo'min bo'lsa, iymonli bo'lsa, iymonli odamning orzusi nima? Haqiqiy zot bilan yuzlashish shu. O'lim uning uchun rahmat bo'ladi. O'lim aslida bunga bir go'zal mujda bo'ladi. Chunki u dunyoda abadiy turmasligini biladi, asl haqiqiy sevganiga qovushadi. Misol pardasi u. O'shaning uchun mo'min odamni jonini Alloh taolo yengil oladi deydi. Ko'rinishidan og'ir ko'rinishi mumkin. Ko'rinishidan bizni ko'zimizga u ayanchli o'ldi deyish mumkin. Lekin mo'min bo'lsa, u lazzat totib bo'ladi. Hatto tajribada o'sha vatan himoyasi uchun harbiyda vafot etgan bolalarni yuvintirganda ehtilom bo'lganini ko'rishgan. Jon chiqayotganda ehtilom bo'lgan. Ya'ni lazzati cho'qqisi bilan ketgan. Dunyoda lazzati cho'qqisi shu, misol uchun. Shu cho'qqi bilan dunyodan o'ta oladi. Bunga misol keltirib Shir'atul Islom degan bir ajoyib kitob bor. Shu kitobda bir qori Qur'on o'qib yurgan odamni hikoyasini keltiradi. Qori aytadiki, men deydi, qayerda nima hadis o'qigan bo'lsam, o'sha hadisni ayni ma'nosini tasdiqlovchi oyatni Qur'ondan topganman deydi. Bu hadis Qur'onda bor. Bu hadis Qur'onda bu ma'noni tasdiqlaydi. Lekin bir hadisni o'qidim, shuni tasdig'ini Qur'ondan topolmadim deydi. Qaysi hadis desa, mo'minni Alloh taolo jonini xamirdan qil sug'urgandek oladi. Yengil oladi. Mo'min o'lim achchig'ini tortmaydi. Shu hadisni oyatdan javobini topolmadim. Bir kuni deydi, yotsam tushimda payg'ambar alayhisalom kelib, "Ey qori, tur. Yusuf surasini o'qi." deyaptilar deydi. O'rnidan turdim deydi, hayajondaman deydi. Tahorat qilib 2 rakat namoz o'qidim deydi. Qur'onni ochib Yusuf surasini o'qiyotganda bu aziz xotini Zulayho deyiladi-yu. Yusuf alayhisalomga fitna qilib qo'lga tushib qoladi. Keyin butun shaharga sharbanda bo'ladi. Keyin, "Voy, sanlar nima deyapsan? Men o'zimda emas. Sanlarni ham shunaqa qilib qo'yishim mumkin" deb hammasini mehmonga chaqiradi. Ya'ni men mast edim, o'zimda emas edim. Ya'ni isbotlash uchun ularga indamasdan mehmonga chaqiradi. Mehmonga chaqirib, ularni oldiga nozi ne'matni qo'yishadi. Qur'on nozi ne'matlarni zikr qilganda har bittasini qo'liga alohida pichoq berdi deydi. Bu nima degani? Dasturxon o'ta to'kin degani-da. Nimanidir to'g'rab yeyish uchun hammasini qoshiq qo'ydi desa, hamma qoshiq qo'yadi. Vilka qo'ydi desa, hamma vilka qo'yadi. Nimaga pichoqni zikr qilyapti Qur'on? Chunki dasturxon o'ta to'kin. Hamma xohlagan mevasini o'zi artib yeb o'tiradigan sharoit qiladi. Keyin Yusuf alayhisalomga kir deydi. U kishi endi saroyi qul xizmatida qo'lida meva bilan kiradi. Kirganda Qur'on shunaqa ifoda qilgan. Va qatta'na aydiyahunna degan. Yusufni ko'rganlarida qo'llarini to'rg'ab qo'yishdi deydi. Xotinlar bilmagan to'g'ri. Xotinlar qaraganda qon oqqanidan bilgan. Olma to'rab o'tirganda misol uchun Yusufga tikilib turib qo'lini to'rashni boshlagan. Qo'llari oqqan, endi ularni inkor qilish ehtimoli yo'q. E'tirofda bu, og'zi bilan aytish shart emas. Keyin Zulayho aytadiki, "Meni malomat qilganmidilaring? Mana shunga malomat qilgansanlar" deydi. Qarab, bitta ko'rganingda salla qo'lingni to'rg'ab ol deydi. Har kun ko'raman buni deydi. Men nima qilay deydi. O'zini oqlaydi go'yo. Shu oyatni o'qiganda deydi, yuqoridagi hadis esimga tushdi deydi. Bu hadisning javobi shu oyat ekan deydi. Mo'min odam o'layotganda farishta o'ta go'zal suratda keladi. Uni suratini ko'rganda mahliyo bo'lib qoladi unga. O'sha mahliyo bo'lib turganda jonini olsa sezmaydi. Xuddi xotinlar o'ta go'zal suratni ko'rganda qo'lini kesganda og'riqni sezmagandek.